pulni yuradigan shopraklarimiz uchun, yoz bo'yi xotinlarni u sayyohga, bu sayyohga tashiydigan shopraklarimiz uchun eng komfort mashinalardan bittasi Jack M4 ni Nalichida sotuvga olib kelib qo'ydik. Bu mashinamiz sizga bir kunda necha pul olib keladi? Albatta kommentariyada yozib keting. Mashinamizning qisqacha obzorlari. Motorlari 2 li benzinda bo'ladi. Rasxodi ham 9 ta 10 ta atrofida. Bunga siz bemalol metan propan uстановка qilsangiz ham bo'ladi. Ichki komfortini borku, umuman gapirmasa bo'ladi. Chunki bitta ochib, klinitmekka o'tirgandan keyin sizga 100 ming desa 150 ming tushib ketadi. Chunki konditsioner deysizmi, pechkalari o'ta go'zal ishlaydi. Undan tashqari o'yiz ham borku, uzoq yo'lga borsangiz ham borku, mazza qilib ketasiz. Chunki rullarimizdan cruise kontrollari, climate control oldilariga monitorlari, hamma yo'g'i borku, aynan siz uchun ishlab chiqarilgan bu mashina. Klientlaringiz ham borku, o'ta mazza qilib boshlaydi. Keyingi safar ham sizni chaqirishadi. Necha pul desangiz, holalar borku, shuni tashab tushib ketishadi. Va borku, bu mashinaga ko'p rasxod qilmaysiz, olasiz, haydaysiz, pulni bosasiz. Albatta, bu mashinaning narxi qiziq bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumotlarni tushuntirib beramiz.